OJ vaziri Rustamov Umid tomonidan muntazam ravishda iPhone'ni heyt qiladiganlarga qarshi reyd tadbiri o'tkazildi. Hozirgi reportajimizda shu haqida. Tadbirdan ko'zlangan maqsad iPhone telefonlarini bilib-bilmay heyt qiladigan yoshlarni to'g'ri yo'lga chaqirish, deydi OJ vaziri. Reyd davomida mingga yaqin yoshlar ushlanib, iPhone boshqa telefonlardan qanchalik yaxshiligi haqida, uni Android bilan solishtirish kerakmasligi haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Eng achinarlisi, ularning ichida yoshi kattalar va maktab yoshidagi bolalar ham mavjudligida edi. iPhone musoroki, tug'ilgandan beri Android ishlataman. Bu kamerasi hammasiga javob, oy rasmiy oladi zato. iPhone bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, rosa iPhone tutish xohlayman. Endi o'rtalarimda yeb qo'yganimni bildirmaslik uchun shunaqa deyman-da. iPhone bo'lsa edi. Shuningdek, o'zi iPhone tutib, do'stiga Android tavsiya qilganlar qo'lga olinib, tegishli choralar ko'rildi. Oyni rasmga olishga aldanib, Android telefon olib yeb qo'yganlarga sen ham iPhone tut mehr-muruvvat fondidan qulay narxlarda iPhone olib berildi. Bizda hozircha shular, tanlovda adashmang.